Muallif Gege Akutami tomonidan ochib berilgan Gojo Satoru haqidagi 5 ta eng sirli fakt. Birinchi fakt: Gojo shirinliklarni shunchaki yaxshi ko'rganidan yemaydi. U murakkab texnikalarni ishlatganda miyasi zo'riqmasligi uchun doim shakar yeb, oxiri unga butunlay qaram bo'lib qolgan. Ikkinchi fakt: Gojo umuman icha olmaydi. Ozgina spirtli ichimlik ham uning la'nat energiyasini darhol izdan chiqaradi. Eng kuchli shaman ichib olganda o'zini butunlay yo'qotib qo'yishi qiziq holat-a? Uchinchi fakt: shuncha dahshatli boy bo'lsa ham Gojoda prava umuman yo'q. Biror joyga borishda doim boshqalarga tayanadi. Kuchi cheksiz bo'lsa-da, oddiy mashina haydashni umuman eplay olmas ekan. To'rtinchi fakt: Gojo shunchaki kuchli emas, uning kelib chiqishi ham dahshat. U aql ma'budiy deb sig'inilgan shaxsning bevosita avlodidir. Xullas, uning tomirlarida ma'budlarning denkasi oqmoqda. Beshinchi fakt: Gojoning tug'ilishi butun dunyoni o'zgartirib yuborgan. U paydo bo'lishi bilan kuchlar balansi shunday dahshatli buzildiki, la'natlar unga yetishi uchun o'z-o'zidan kuchayishgan.